Dasturimizni mahalliy sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Sportchilarimiz dunyo arenalarida yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarishmoqda. Kuni kecha yosh karatechilarimiz Abu Dabi shahrida o'tkazilgan nufuzli turnirda muvaffaqiyatli ishtirok etib, Andijonga qaytishdi. G'olib va sovrindorlarni kutib olish marosimidan muxbirimiz xabar beradi. Andijon shahridagi ikkinchi son sport maktabi o'quvchilarining xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishi yaxshi an'anaga aylangan. G'oliblar doimo sport maktabi ostonasida o'ziga xos tantana bilan kutib olinadi. Chempionlar sharafiga olqishlar aytiladi. Bu gal yosh karatechilar Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida o'tkazilgan nufuzli turnirdan sovrinlar bilan kelishdi. Biz Andijon viloyatidan terma jamoasidan 5 nafar sportchi ishtirok etdi. Bitta oltin, 3 ta kumush, bitta bronzani qo'lga kiritishdi. Bolalar mana yaxshi ishtirok etgani uchun men o'zimga ham nominatsiya qilib tabriklashdi. Trener Murodjon Mo'ydinov shogirdlari Islombek Abdullatipov birinchi o'rin, Rashodbek Toyirbekov, Imronbek Mahmudjonov, Islombek Hoshimjonov ikkinchi o'rin, Mehribon Rustam va uchinchi o'rin sohibi bo'lishdi. Men Abdullatipov Islombek 13-maktabda o'qiyman. Faxrli birinchi o'rinda oldim. Kelgusidagi rejalarim Osiyo chempioni bo'lish. Men Filippin va Qatar ishtirokchi qizlarini yutdim. Yarim finalda ironlik qizga yetkazib qo'ydim. Navbatdagi musobaqada albatta g'olib bo'laman. Dunyoning 50 dan ziyod davlatlari sportchilari qatnashgan xalqaro turnir g'olib va sovrindorlari 13-15 dekabr kunlari Turkiyada o'tkaziladigan Premyer Liga musobaqalarida qatnashishadi.